Assalomu alaykum Akfa Uz Eshikrom obunachilari. Mana navbatdagi ishimiz bitdi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman Qaryantog'da bo'ldi. Husan akam uylarida. Akamizga mana shunday eshik rom portishga olib kelib o'rnatdik. Akamizga 5 ta rom, 6 ta eshik olib kelib o'rnatdik. Razmerlari mana shu romimiz 1.42, 1.70 o'rtasidan ochilish bo'lgan. Profilimiz Akfa Dubmoko rangidan yodviy oynada bir qavat bo'lgan. Eshigimiz 235 ga 86. Taglar arkafon. Doimgidek Akfa mahsulotlardan. Ichkariga o'ngga ochilish bo'lgan. Bu tarafdagimiz yana shu fasonda romimiz 1.42 ga 1.70. Eshigimiz 86 ga 235. Bu eshigimiz ham 86 ga 235. Bu romimiz 1.16 ga 1.57. Bitta portchkasi bor yonida. Oshxona deyiladi. Portchka qo'yib bering deydi. Shunday portchka qo'yib berdik. Bu eshigimiz razmeri 67 ga 235. Bu eshigimiz ham 67 ga 235. Ichkarida hammom eshigimiz bor. Hammom eshigimiz ham 67 ga 1.91 razmerdagi bo'lgan. Akamiz talabiga ko'ra ko'zga oynak qo'yib bering dedi. Ko'zga oynak qo'yib berildi. Ichkarisi yodviy qalampir oynaydi. Hammom eshikligi uchun. Ichkarida portchkamiz bor. 48 ga 35. Bitta ham xuddi shu razmerdan 48 ga 35. Eshigimiz ochildi. Eshigimizlarga baho berasizlar. Yaxshi holatda, chiroyli holatda. Orqada ham romimiz bor. Orqadagi romimiz 1.26 ga 1.70. O'rtasidan bittadan ochilish bo'lgan. Eshigimiz ochilib bekilishlariga. Romlarimiz 35 lik podokонник qo'yilgan. Yonida krishkalarigacha. Chiroyli holatda. Eshigimiz mana o'zlaring baho berasizlar. Общий summasi 15 million 200 ming so'm bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar, eshik rom portchkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimiz 77 lik 727 0094. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli bo'lsin.